Abu Bakr ibn Ayyosh rahimahulloh aytadilarki, Abu Ishoq as-Sabi'iy rahimahullohni oldilariga kirdim. Qarasam yig'layotgan ekanlar. Ya'ni qarib qolgan paytda Abu Ishoq as-Sabi'iy muhaddislardan yig'laganlar. "Ey Abu Ishoq, nega yig'layapsiz?" deb so'raganlarda aytgan ekanlarki, "Quvvatdan qoldim. Ya'ni namozlarni oldingidek o'qiy olmayapman. Quvvatdan qoldim. Oyog'imda tik turgan holatda faqatgina Baqara surasi bilan Oli Imron surasinigina o'qishga qodir bo'lyapman. Boshqa suralarni o'qishga kuchim yetmayapti. Ya Alloh, Baqara surasi bilan Oli Imronni oyog'ida tikka turib o'qigan ekan. Shunga yig'layapti. Oldin qancha o'qigan bo'ladi endi? Qur'onni hatm qilgan bular turib, ikki oyoqda. Baqara surasi 2,5 pora. Oli Imron qo'shib ikki oyoqda turib o'qishga qodir bo'lyapman deyapti, qarib qolganda. Boshqasiga kuchim yetmayapti. Endi biz hozir inna atona bilan qul huvallohu ahad o'qib, shoshib, uni ham hayoli boshqa yoqda bir pasda o'qib chiqiladi namoz. Bu ularni oldida biz qanaqa holatdamiz endi? Yana namozimizdan hali qiyomat kuni eng oliy martabalarga, jannatlarga kirsak deb umid qilamiz namozimiz sababli. Biz namozimiz qay ahvolda, ularga qanday bo'lgan? Omir ibn Abduqoysga o'lim hozir bo'lganda yig'lagan ekanlar. Nega yig'layapsiz deganda, dunyodan ajralayotganim uchun yig'lamayapman. Dunyoga haris bo'lganim uchun. O'limdan qo'rqib yig'lamayapman. Tungi namozlarni sog'inib, jazirama issiq paytlarda roza tutishni sog'inib yig'layapman. Ya'ni bo'ldi, endi bu imkoniyat mendan yo'q, ketdi. Ketyapman Allohning huzuriga. Issiq paytlarda roza tutish naqadar yaxshi, mazza narsa. Tunlari namoz o'qish naqadar mazza narsa. Shularni qila olmayman endi, shunga yig'layapman degan. Bu hali uylarda o'tirib, muzdek konditsionerlarda yoki bir sharoitlarda roza tutishni qo'ying. Hozir shu ham tutilmaydi. Jazirama issiqlarda bo'lib ham arab yerlarida roza tutish naqadar yoqimli narsa, shuni qila olmay qolaman endi o'lganimdan keyin. Kechalari namoz o'qimay qolaman deb yig'lagan ekan.